ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار الماضي يهدينا خير دروس للعمر والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. Meşhur davetçi Doktor Tarık Süveydan'ın Tepekkur Cevherleri namlı programmasını huzurunuzda sunumuz. Bismillahirrahmanirrahim. Pəlsəpə təpəkkürmü yoki dinsizlikmi? Nima uchun ba'zilar tepekkurni g'idiqlaydigan savol so'rashni dinsizlik yoki fitna qilish deydi? Yana ba'zilar bo'lsa nima uchun bir butun falsafani dinsizlik yoki fitna deb qaraydi? Amaliyotda musulmonlar bo'lsa ilm va tafakkur ummati, jaholatni cho'rib tashlagan va ilgirkilarga qarg'ularcha agishni keskin rad qilgan ummat. Nima uchun tafakkur savollari va u o'z ichiga olgan falsafa dinsizlik yoki fitna deb qaraldi? Albatta uning sababi nadonlik bo'lib, nadonlik insonni har qanday yangi narsadan qo'rqadigan qilib qo'ydi. Bu xil insonlar ma'lum narsaga uzun muddat ko'nib ketganlik va ilmsizlik sababidan yangi narsalarni qabul qila olmay, uningga ozg'unlik, dindan yiroqlashish va fitna degan nomlarni berdi. Buning sababi nima? Buning sababi albatta jahillik va nadonlikdir. Agar bu masalaga ilmiy qaraganda, insonlar aro munosabatda tafakkur savollari nihoyatda tabiiy tuyuldi. Insoniyatning taraqqiyoti va gullanishiga his qo'shidi. Bundaq ahvolning musulmonlar jamiyatida paydo bo'lishining tarixiy sababi bor. Ustozlar bilan shogirdlar aro ilmiy munosabat ustozlardan o'rganganini yodlash edi. Ammo Imom Abu Hanifaning metodini tutganlar undaq emas edi. Ular fikr va ko'z qarash egalari deb ataladi. Bu yerda aqliy madrasa bilan naqliy madrasa haqida ozroq to'xtalishga to'g'ri keladi. Naqliy madrasa bo'lsa naql qilish, yodlash va ustozning fikriga qo'shilishni asos qiladi. Ammo Imom Abu Hanifa bo'lsa shogirdlarga ma'lum bir masalani o'tirib qo'yib sukut qiladi. Shogirdlari o'zaro munozara qilishib, bir-biriga dalil bilan raddiya berdi. Imom Abu Hanifa ularni kuzatib, ularning mantiqliq tafakkurlarini baholaydi. Ular ma'lum to'g'ri qarashga birlikka kelganda ulardan ayriladi. Agar ularda bir xatolikni bayqasa, dalillarni o'tirib qo'ydi. Ba'zida ularni fikriy jihatdan qo'zg'atib, bu vaqt qanday qaraysa, agar mundaq bo'lsa hukm qanday bo'ladi degandek savollarni so'rash orqali ularni tafakkurga undaydi. Abu Hanifaning tutib mangan yo'li ustozning fikriga qo'shilish va yodlashni asos qiladigan yo'ldan farqli. Chunki bu ustozning fikriga qo'shilish va yodlashni asos qiladigan yo'l insonni aql ishlatmaydigan, tafakkur qilmaydigan qilib qo'yadi. Ulamolar orasida bozor topgan, kunimizdami eqib yurgan İslam dini falsafaga qarshi turdi deydigan yuzaki bir qarash bor. Falsafa deganimiz hikmatni izlash, o'z kimligini tadqiq qilish demakdir. Undaqda falsafadagi xatolik qayerda? Ba'zi faylasuflar nurg'un savollarni o'tirib qo'yib, uning javobini topganda dinga zid natijalarga erishadi. Ularga raddiya berish falsafani cheklash orqali bo'lmaydi. Balki ularning qoyil qiladigan dalil isbotlar bilan raddiya berish kerak. Mana bu masalani hal qilishning yo'li. Tarixdan buyon odatga aylanib ketgan bir ish bor. U bo'lsa-mu qarshi fikrdagilarning hammasiga qor qo'yib hujum qilish hodisi bo'lib, hatto bu ahvol ularni masxara qilish va kamsitish darajasiga berib yetgan. Afsuslanarligi, kunimizdagi bir qism salaflar hali ham shunday qilmoqda. Ularning biri doktorlik dissertatsiyasida ma'lum cho'ng bir olimni nomuvofiq so'zlar bilan sifatlaydi. Ashu ilmiy o'rinda doktorlik dissertatsiyasini yozayotgan turib, ashunda uslub qo'llanishi to'g'ri bo'lamdi. Uning fikriga qarshi chiquvchilarga qor qo'yib hujum qilish cho'qim tuzitish tegishlik masaladir. Boshqalarning fikri o'tirib qo'yilganda cho'qim uni anglab bo'lib, ondan ilmiy shaklda dalil bilan raddiya berish kerak. Olimlar va faylasuflarning 1-2 soatlik leksiyasining 20 sekundlik yerida qarshi bir fikr o'tirib qo'yilsa, darhol uningga ozg'unlik tonni pichish ilmiy va shar'iy metod emas.
Albatta, qarshi taraf bilan munozir qilganda adab axloqqa diqqat qilish kerak. Qarshi tarafning ochiqini keltiradigan axloqsiz uslublardan saqlanish kerak. Cho'qim adab axloq va hurmat bilan ilmiy usulda dalil isbotliq munozir qilish kerak. Shaxslarni emas, ideyalarni munozir qilish kerak. Shunda qilganda ko'zlagan natijaga yeta olamiz. Dinsiz va tag'ut deganda gaplardan yiroq turayli. Alloh hammamizga muvaffaqiyat ato qilsin. والحمد والنعمة لك والعز